Ada bunga o'zingizni fikringizni bildiring endi. Akamiz yangi mashina deb olgan, aldanib qolgan. Ko'rayotganingizdek krilolarni Men shuni aytmoqchimanki, bu mashinani probegiga qarab ish qilmanglar, iloji yo'q. Mana ukamiz ham shoshma-shoshalik qilib, usta olib bormasdan mashina olib qo'ygan. Bitta orqa kriloda kraskasi bor deyilgan, lekin afsuski mashina olib qo'ygan. Suv kirgandan keyin mana oldinga olib kelyapti. Hali ukamni o'zi ham bilmasa kerak menimcha. Mana bu yerdan polniy stik berilgan, bu yoqdan ketgan, bu yoqdan ketgan. Mana bitta svarka bo'lgan, svarkani o'chirib shunga ochtirib qo'ygan. Menimcha hali o'zini egasi hali bilmasa kerak. Lekin bitta joyda kraska bor ekan, mana shu krilosida deyilgan. Qarasam, bu ham polniy matsina qilingan, shpaklovka teggan. Hozir ochishimizda suv kirgan, ichi dabdala. Konkretno imенно mana shu krilo almashgan. Menimcha hali egasi ham bilmasa kerak. O'shaning uchun aytaman, bir og'iz maslahat so'ranglar. Tavsiya maslahat beraman doimo. Adashmanglar, mashina bozorga chiqishdan oldin biroz ustalar bilan maslahatlashib keyin harakatlaninglar. Shu